Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun men sizlarga mana shu do'ppini yasalishini o'rgatmoqchiman qizlarjonlar. Hozir bu do'ppimiz yarim tayyor holatda qizlarjonlar. Faqat metraj ko'zlari yopishtirilgan va faqat mana bu yerlarga jemchug yopishtirib chiqamiz. Chunki bu do'ppimiz jemchugli do'ppi bo'ladi. Qizlarjonlar, jemchugni yaxshi ko'radiganlar uchun. Buning uchun bizga yarimtalik dur va mana shu kelidan kerak bo'ladi. Mana endi bu tomonlariga ham surib olamiz. Jemchug yopishtiradigan hamma tomonimizga birdek surib olamiz qizlarjonlar. Juda ko'p ishlatmaymiz qizlarjonlar. Bu quyuqroq kelay. Sizlarga ma'lumot o'rnini aytib o'taman. Bu klayimiz quyuq hisoblanadi va tez qotadi. Va juda ham qulay klay hisoblanadi-da qizlarjonlar. Endi ish boshlaganlarga mana shu klaydan tavsiya qilaman qizlarjonlar. Mana endi chetlariga ham yopishtirib olamiz qizlarjonlar. Bu yog'ini endi tezlashtirilgan formatda qo'yaman qizlarjonlar. O'zlaringiz kuzatib baho beraverasizlar. Mana qizlar, hamma tomoniga kerakli joylariga klaylarni surib oldik. Endi 1-2 daqiqa qotishini kutamiz. Mana qizlarjonlar, klayimiz ham qotdi. Endi mana bunaqa qilib yopishtirib olamiz.